Bismillahirrahmanirrahim. Talaq bo'lgan ayolniki merosi haqida. Masalan, bir er kishi ayolni nish qilib bo'lgan talaq qildi. Birinchi qitim talaq qildi, masalan, ikkinchi qitim talaq qildi. O ayol iddat vaqtida yo'ldishi o'lib ketdi. Biz buni talaq raj'i deymiz. Ya'ni nish qilib bo'lgan talaq. Bu holatda iddatning ishchiligi vaqtida yo'ldishi vafot etib ketgan bo'lsa, u ayol yo'ldishni miros olaydi. Shundaqla iddat ishchida vafot etib ketsa. Ma'lumda ikkinchi holat iddatdan chiqib ketgan vaqtda. Iddatdan chiqib ketgan vaqtda yo'ldishi vafot etib ketgan bo'lsa, o chaqda ijmo holatda miros olamaydi va er ayolni miros olamaydi. Lekin iddat vaqtida vafot etib ketgan bo'lsa, yo'ldishi ayolni yo'ldishdan miros olaydi. Agar ayol kishi iddat turib vafot etib ketgan bo'lsa, eri ayoldan miros olaydi. Chunki bu ikkisida er ayol hisoblanganligi uchun. Ammo taloqqa ya'ni hukumat uchinchi qatimda taloq qilgan bo'lsa, buni qaraymiz. Taloq qilgan vaqtda er kishi sog'lom holatdami yoki kasal holatdami? Agar sog'lom holatda uchinchi qatimda taloq qilgan bo'lsa, barliq mazhablarning ittifoqi bilan u ayol mayli iddat bo'lsin, ya'ni iddat vaqtida yo'ldish tugab ketgan bo'lsin yoki iddatdan chiqib ketgan bo'lsin, er vafot etib ketgan bo'lsa yoki ayol vafot etib ketgan bo'lsa, bir-biridan miros ololmaydi. Ammo er kasal holatda u ayol uchinchi qatimda taloq qilgan bo'lsa, bu chaqda mazhablarning o'rtasida ixtilof bor. Jumhur, ya'ni Hanafi mazhab, Maliki mazhab, Hanbali mazhab, bular bu üç mazhab bu ayolga miros ayirib beradi. Shafiy mazhab uchinchi qatimda taloq bo'lganligi uchun ularning o'rtasida ayollik munosabat qolmaganligi uchun kasal holatda taloq qilgan taqdirda ham bu ayolga miros bermaydi. Mayli iddati tugab ketgan bo'lsin yoki iddati chiqayotgandan keyin tugab ketgan bo'lsin. Endi bu kasal holatda taloq qilishni u er kishi ayolininki miros ilishidan qochib, unga miros tegib qilishdan qochib taloq qilgan bo'lishi mumkin deydigan bir tuhmat bo'lganligi uchun, shunday bir gumon bo'lganligi uchun buni biz taloqul firra deb ataymiz. Shu sababdan uning yomon niyatining aksicha olimlar ayolga miros ayirib turdi. Endi bu jumhurlarda uch mazhabda yana o'xshamaydi. Masalan, Hanafi mazhabda deydi, agar er ayolni kasal holatda taloq qildi va ayol kishi dahi iddatdan chiqib ketmaydi, bu er vafot etib ketdi. Bu xil ahvol ostida ayol yo'ldishidan miros olaydi. Ammo iddatdan chiqib ketgan va vafot etib ketgan bo'lsa, ayol yo'ldishidan miros ololmaydi. Endi Maliki mazhabida bo'lsa, u ayolni yo'ldishi kasal holatda taloq qildi, undan u ayol iddatdan chiqib boshqa to'y qilib bo'ldi. Hatto to'y qilib bo'lgan taqdirda, to'y qilib bo'lgan vaqtida yo'ldish o'lib ketgan bo'lsa, u chaqda yana miros ayirib berdi. Bel iddati bo'lsin, iddati bor vaqtida vafot etib ketgan bo'lsin, yo'lchi yoki iddatdan chiqib ketgan vafot etib ketgan bo'lsin yoki iddatdan chiqib to'y qilib bo'lgan holatda vafot etib ketgan bo'lsin, oldidagi yo'lchi undan miros olaydi. Ammo Hanbali mazhabda kasal holatda taloq qilgan bo'lsa, u ayol mayli iddati bo'lsin yoki iddatdan chiqib ketgan bo'lsin, to'y qilmagan bo'lsa, har ikki xil ahvol ostida u ayol eridan miros olaydi. Ya'ni kasal holatda taloq qildi, undan u ayol mayli iddatda turib yo'ldishi taloqqa yo'ldishi vafot etib ketdi, miros olaydi. Iddatdan chiqayotgan vaqtda vafot etib ketgan bo'lsa-mu, yana ayol eridan miros olaydi. Ammo to'y qilib ketgan bo'lsa, to'y qilib ketgan vaqtida yo'ldishi taloqqa yo'ldishi, boshqa yo'ldishi vafot etib ketgan bo'lsa, u chaqda bu ayol Hanbali mazhabining ko'z qarashi bo'yicha taloq qilgan yo'ldishidan miros ololmaydi.